farg'onaziyo.uz Saodat istovchi ko'ngillar manzili. Hadis shariflarda keladi. Payg'ambarimiz alayhisalom kunlarning birida sahobiy kiromlar bilan bir safarga chiqdilar. Yo'lda bir joyda tunadilar. Ko'pchilik bo'lgani uchun alohida chodirlar tikildi. Payg'ambar alayhisalom boshchiligida sahobalar alohida, yana boshqalari jamoa bo'lib 3-4 ta chodirlarda joylashdi. Payg'ambar alayhisalom boshliq sahobiylar turgan joyga bir hadoya keldi, go'sht. Uni darhol pishirdilarda, taom tayyorlashdi. Haligi go'shtning hidi boshqa chodirlarga yetib bordi. Ular o'zlaridan ichlaridan Salmon Farsiy radhiyallohu anhu ni jo'natishdi. Boring Rasulullohning huzurlariga. Go'sht pishirish shekilli hidi keldi. Bizga ham go'shtdan bersinlar. Hali sahobiy huzurlardan chiqib ketdilar. Ular chiqib ketgach, orqada qolganlar gapirdilarki, bu Salmon olib kelalarmikan ish qilib? Salmonni daryoga, suvga jo'natsangiz ham suv qurib qolibdi deb qaytib keladi deb gapirdilar. Bundan bexabar Salmon Farsiy payg'ambar alayhisalom huzurlariga bordilar va go'sht so'radilar. Ashoblar go'sht yegilari kelganini aytib. Ularning aytgan gapini farishta Jabroil payg'ambarimizga yetkazgan edi. Shunda aytdilarki, shundaymi? Ashoblar go'sht yerkanlarmi? Ha, shunday, meni jo'natishdi. Borib ularga ayting. Hozir go'sht yebsizlar-ku deb ayting dedilar. Salmon Farsiy hayron bo'ldilar. Qaytib keldilar. Olib keldingizmi? Yo'q. Ha, yo'q, bermadilarmi? So'radim. Shunday javob qildilar. Go'sht yebsizlar ekan-ku. Yo'q, biz hech qanday go'sht yemadik dedilar. Ikkinchi marta qaytarib bordilar. Jo'natdilar. Payg'ambar alayhisalom dedilarki, Salmonni go'shtini yebsizlar-ku deb aytgin degan ekanlar-da. Salmonni go'shtini yebsizlar-ku deb aytgin dedilar. Salmon Farsiy qaytib keldilar. Sahobiy ikromlarga shunday dedilar. Ishonmasalar, tuflab ko'rsinlar, og'zilaridan qonni asari keladi. Sahobiy ikromlar ishonmasdan tuflaganlarida og'zilaridan qonni asari keldi. Demak, muhtaram azizlar, mana bu narsa biz uchun ibrat bo'lishi kerak. Qarang, demak, bir musulmonni orqasidan eshitsa xafa bo'ladigan so'zlar bilan eslashimiz g'iybat.